Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Sharxon tuman Yuzlar MF'da joylashgan 309-sonli konturimizga yetib kelganmiz. Ushbu konturimizda qizillo'ya mahsuloti yetishtirilyapti. Qator ko'rsak bo'ladi. Oldingi safar aytib o'tganimizdek, bu salqinlashtirish maqsadida makka mahsuloti ham oralatib ekilgan. Ushbu konturimiz 122 ta dehqon xo'jaliklari bilan birgalikda mikrokredit bank hamkorligida yetishtirilyapti. Qizillo'ya mahsuloti уже hosil qismiga o'tilgan hozirgi kunda. Ushbu konturimiz, ushbu fuqarolarimiz Bek Medtet ishlab chiqarish kooperativi bilan birgalikda mahsulot yetishtirilyapti. Ushbu mahsulot gektar hisobida 18 tonnagacha hosil olishimiz mumkin. Ushbu konturimizni uzunasiga 350 metr, eniga yerdan yursak bo'ladi, aylanpacha shaklidagi 400 metrgacha qilsa bo'ladi. Mana to'liq lo'ya mahsuloti bo'lib chiqqan. Mana makka mahsuloti salqinlashtirish maqsadida qilingan. Bu yerlarda уже makka mahsuloti chiqmagan yoki ekilmagan joylarda, salqinlashtirish maqsadida qilmagan joylarda уже mahsulot erta kundan kattalashtirilmas ekanda. Lo'ya mahsuloti hosili katta bo'lmasdan issiqda chiqqan hosili tez qurib bo'ladi. Ana shu makka mahsulotini ham ekishar ekan oralatib. Qator yaqinlashtirib ko'rsak bo'laveradi. Har bitta yerda mana makka mahsuloti oralatib ekilgan bo'lsa, lo'ya mahsulotlarimiz bu. Bugungi kunimiz 9-iyun 2025-yil kunda rolik olyapmiz.